Leo Garden olma bog'ining yosh giloslariga va payvand qilingan shaftolilarimizga suv qo'yish ishlari bo'lyapti. Quloqlarni to'g'irlab sug'orish jarayonlarini boshladik bugundan. Payvand qilingan shaftolilarimiz bu yangi ekilgan ko'chatimiz Samanta. Payvand Samanta. Payvandlarimiz mana ko'klab turibdi. Xudo xolasa urushga tayyor. Mana shu suvlar bilan qo'zg'alib ketar xudo xolasa. Leo Garden yosh ko'chatlarni sug'orish ishlari.